Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Ramazon kunlaringiz yaxshi o'tyaptimi? Men Ramazon oyida islom dinimizga munosabatlik kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Bugun qo'limda dinimni o'rganaman. Imonning shartlari haqida savol-javob va hikoyalar nomli kitob. Bugun bu kitobdan bir parcha she'r va 3 parcha qisqa hikoya o'qib beraman. Xo'sh, oldi bilan she'rni o'qib beray. Bismillah. Tunji so'zim Allohdir, iymon to'lgan qalbimga, har oqshimi yotganda, har attigan qo'pqanda, deyman hamon bismillah. Yeb ishganda rizqimni, o'qiganda kitobni, o'rganganda darsimni, boshlaganda o'yimni, deyman hamon bismillah. Bismillah deyish bilan yuzlanaman Allohga, quvvat kelar qalbimga, Alloh tutar qo'limdan, bismillahni tushirmayman dilimdan. Sevimli payg'ambarimiz kim bir ishni Allohga hamd sana aytish bilan boshlasa, u ish chuqum yaxshi va barakatli bo'ladi. Allohga shukr qilmay turib boshlagan ish barakatsiz va chala ish bo'ladi degan. Shunga gunoh va yomon hisoblanmaydigan har qanday bir ishni qilishga boshlaganda bismillah bilan boshlash nihoyat yaxshidir. Biz bu so'z bilan ey Allah, sening isming bilan boshladim. Hamma ishimni oson qil, menga yordam qil. Meni sendan ayirma. Meni xato ish qilib selishdan saqla. To'g'ri tushuncha ato qil. Qalbimga huzur va xushallik bergin. Ey Allah, dinimni va to'g'ri yo'lni bilishni orzu qilaman. Sening ulug'liqingni bilishni, buyruqlaringga amal qilishni va mushu bo'yicha yashashni orzu qilaman deyishga tirishimiz. Hikoya. Gul malika. Bor ekan o yo'q ekan, Allohning bandalari ko'p ekan. Bir mamlakatda 14 kunlik to'lin oyda go'zal, kichik bir malika bor ekan. U intayin go'zal va oq ko'ngil bo'lg'ashqa, kishilarning hammasi uni Gul malika deydi ekan. Bu mamlakatda yana qora niyat bir jodigar bor ekan. Gul malikaning nomini anglab, hasad o'tida chidayolmay qolgan jodigar, "Echba, qanday qilsam bu farishtida go'zal qizga bir qasd qilarman?" deb o'ylabdi. Bir kuni bu jodigar yana mushu xiyol bilan turganda kallasiga bir aql kelibdi-da, darhol bog'chisiga chiqib, bog'chadagi yomonlik gullarning urug'larini yig'ibdi. Malikaning qo'l ostidagilardan biri jodigarning xizmatchisi ekan. Jodigar urug'larning xizmatchisiga berib, bu urug'lardan choy qaynatishni va malikaning bog'chisidagi gullari ichilganda bu choyni malikaga berishni topilibdi. Aslida bu yomonlik urug'i bo'lganligi uchun intayin sesiq buraydi ekan. Ammo u choy dal malikaning bog'chisidagi gullar ichilganda kichik malikaga berilganligi uchun kichik malika u gulning sesiq purqini sezalmabdi. Jodigarning xizmatchisi yomonlik urug'idan qaynatilgan choyni uningga sunganda Gul malika "Bismillahirrahmanirrahim" deb choyni ichibdi. Bu choyni ichgan kishi aslida sesiq puraydigan to'gi tikiniga aylanib qoladi ekan. Xizmatchi shumliq bilan qarab Gul malikaning to'gi tikiniga aylanishni saqlashga boshlabdi. Ammo undaq bo'lmabdi. Bir qancha minutdan keyin Gul malikaning bo'yni piyoz guliga, chochlari narkis guliga, ko'zlari yeshil yopirmoqlarga, qo'llari oq lolalarga, badani bog'chadagi shaptil chechak rangli gullarga o'xshab qoldi.
Külsə közlərdən qızıl güllər, ağ çiçəklər, kök nəqşlər tökülübdü. Kep qılsa, ağzıdan pil-pil önüp çıqıbdı. Bunun əksiçə, cadigərinin xizmətçisi kökürüp, qarıdap, intayın sət bir tikenge aylınıp qapdı. Gül Məlikini körgən insanlar xoşallıq bilən ismi Gül Məliki idi, özümü güllər oxşap qaldı, deyişipdi. Gül Məlikə hər qandaq iş qılsa, Bismillah dep başlığanlığı üçün ətrafidəki yamanlıqlar yaxşılıqqa aylınıbdı. Allah onu yamanlıqdan saqlabdı. Qarniyet cadigər bu ahvalını anlap, oçqığı çidimay yerilip ölüp qapdı. Cadigərinin baxçıdakı yamanlıq güllərinin həmmisi qurup ketibdi. Kiçik Gül Məlikə bolsa, Bismillah bilen qarniyet cadigərinin suiqəstidən qutulğanlıqdan düşünüp, Allahqa şükür qıpdı. Çoğ bulup, kelin bolğıca, andın ana bolğıca və ta ki ölgüce bolğan arlıqda, ey Allah, meni öz panahında saqla, dep dua qıpdı. Uluq Allah onun duasını icabet qıpdı. Hekayemi bu yerde tügetdi. Yana bir hekaye. Musa aleyhisselamның "Ey Rabbim, insanlarını öldürdüken sen nemişki yarattın?" dep sorağanlığı. Bir günü Musa aleyhisselam ölüm hakkında oylap qapdı. Cenab-ı Allah'tan "Ey Rabbim, insanlarını bäribir öldürdüken sen ularını nemişki yaratqan edin?" dep sorapdı. Allah Taala Musa aleyhisselamны buğday terişqe buyurupdu. Musa aleyhisselam buğday teripdi, oğutlapdı, suğurupdu. Buğdaylar pişip, Haman baxtı kepdi. Haman elip buğdayını bir yanğa, samanlarını bir yanğa dövülepdi. Allah Taala Musa aleyhisselamdan "Ey Musa, nemiş qılıvatsın?" dep sorapdı. Musa aleyhisselam "Ey Allah, Haman aldım, buğdayını samandan ayrıvatımen" deyiş bilen Allah Taala "Menden sorağan sualыңның cavabı muşu yerde. Ey Musa, ölüm xuddi Hamanға oxşaydı. Buğday samandan qandaq ayrılsa, ölüm arqılıq yaxşı insanlar bilen yaman insanlar ayrılıdı. Bir-birinden pərqləndirildi" depdi. Cenab-ı Haq Süremölük 2. ayette Allah sizlərning qaysınlarının əməli ən yaxşı ikənligini sınaş üçün ölümni və tiriklikni yaratdı degan. Axırda Allah bergen nimetlerge şükür qilish to'g'risidagi ibratlik hikoya. Taz, qarg'u, aqkesel. Peygamber aleyhisselamның dostlarından Abu Hurayra raziyallahu anhu rivayet qilib aytdi ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: İsrail avladi arasida biri taz, biri qarg'u, biri teri kesili 3 kishi bor edi. Allah bularni sınash uchun bularga bir farishta avatdi. Farishta aq kesili kishining yeniga kelib so'rabdi: "Eng yaxshi ko'rdigan narsang nima?" "Güzel ruxsar, husni jamal, chunki insonlar meni sat deb yoqtirmaydi" debdi aq kesili bor kishi. Farishta uning vujudini silagan ekan, uning satligi yo'qolib, rangi ruxsari go'zallashib ketibdi. Andin farishta "Qaysi malni eng yaxshi ko'rsan?" deb so'rabdi. Teri kesilidan qutulgan bu kishi "Tugini" debdi. Bu kishiga bo'g'az bo'lg'iniga 10 oy bo'lgan bir tishi to'ga berilibdi. Farishta uningga "Allah sana bularni barakatli qilib bersin" deb duo qilib g'oyib bo'ldi. Ondan farishta toz kishining yeniga kelib uningdan "Eng yaxshi ko'rdigan narsang nima?" deb so'rabdi. U kishi "Hey, beshimga chosh chiqqan bo'lsa,
toz bo'lganligim uchun hech kim meni yoqtirmaydi, debdi. Farishta uning beshini silabdikan, uningga chiroyli chash chiqibdi. Farishta uningdan qaysi molni eng yaxshi ko'rsan, deb so'rabdi. U kalini bek yaxshi ko'raman, debdi. Allah uningga bir bo'g'az kali beribdi. Farishta uningga Allah bu kalini sana barakatli qilsin, deb duo qildi va qarag'u kishining yeniga ketdi. Uningdan hammadan bak nimani yaxshi ko'rsan, deb so'rabdi. Allah ko'zimni ochsa, insonlarni ko'rsam, debdi qarag'u kishi. Farishta uning ko'zlarini shundoq silagan ekan, uning ko'zlari darhol ichilibdi. Farishta qarag'u kishidan qaysi molni eng yaxshi ko'rsan, deb so'rabdi. Qarag'u kishi qo'yni yaxshi ko'raman, debdi. Farishta uningga bir bo'g'az qo'y beribdi. Bir muddatdan keyin to'gi berilgan kishining to'gisi bo'taloqlabdi. Kali berilgan kishining kalisi mo'zaylabdi. Qo'y berilgan kishining qo'yi qo'zilabdi. Shunda qilib to'gi olgan kishining bir top to'gisi, kali olganning bir top kalisi, qo'y olganning bir top qo'yi bo'pti. Xeyli vaqt o'tgandan keyin bir kuni farishta bu 3 kishini sinab beqish uchun keldi. Oldi bilan teri kesili bar kishining yeniga kelib, uningga "Men bir nomrod, g'irib, yo'q yurtliq kishi, yo'lda pulim tugidi, vatanimga ketolmadim. Vatanimga ketalishim bugun oldi bilan Allohning, ondan sening yordamingga bog'liq bo'lib qoldi. Sana güzel renk ruxsari ve hüsni jamal köp mal bergen Allah rızası üçün bana bir tögü bersen, şu tögüge menip vatanimga ketsem, debdi. Ilgari ah kesel bolgan kishi, yaxshi, amma namratlari bek köp, her tilemchiga bir tögü bergili bolmaydi, debdi. Farishta, "Men seni to'nuydiganda qilaman. Sen shu ilgari kishilar yirginidigan teri kesili bar kishi emasmi? Sen namrat eding, bu mallarni sana Alloh bergan edi", debdi. Buningga javoban teri kesili bo'lgan kishi, "Yo'q, qasam qilamanki, bu mallar menga oti bovamdan miras qolgan", debdi. Farishta, "Agar gaping yolg'on bo'lsa, Alloh seni ilgirki holatingga yondiribassin", debdi. Andan farishta toz kishining yeniga berib, uningga oq kesili bar kishiga degan gapini takrorlabdi. Tozmu teri kesili bar kishi rad qilgandek rad qildi. Farishta uningga "Agar gaping yolg'on bo'lsa, Alloh seni asli holatingga qaytaribassin", deb badduo qildi. Bu qitim farishta ko'zini ochgan qarag'u kishining yeniga ketdi va mundaq debdi: "Men nomrod, vatanimdan yiroqda qolgan g'irib bir odamman. Yo'lda pulim tugab ketdi va yurtimga ketolmadim. Bugun mening yurtimga ketalishim oldi bilan Allohning, uningdan keyin sening yordamingga bog'liq bo'lib qoldi. Sana ko'zlarini qaytirib bergan Allah roziligi uchun menga bir qo'y bersang, men yo'limni davomlashtirsam", debdi. Qarag'u kishi farishtaga: "Haqiqatan men qarag'u edim. Allah ko'zimning nurini menga qaytib berdi. Nomrod edim. Allah meni boy qildi. Mana bular qo'ylarim, xohlagancha ol. Allah'ның namı bilan qasam qilamanki, bugun mendan Allah roziligi uchun nima talab qilsang, hammasini beraman", debdi. Farishta uningga: "Mal hammasi sening bo'lsin. Allah 3 kishini sinidi. Allah sendan rozi bo'ldi. Boshqa 2 do'sting, ya'ni oq kesili bar bilan toz Allohning azobiga uchirdi", debdi va g'oyib bo'ldi. Hikoyadagi nasihatlar: shukr aytish ne'matni ko'paytiradi. Nonko'rlik ne'matning qo'ldan ketishining sababi bo'ladi.
Allah bergen nimetni sözleş, onun kıymetini düşendiriş şükür etqanlıqdır. Bunu tərik qilish nankorluqdur. İnsanlarni mundaq ikki narsa halak qiladi. Köp mal dünya yığışqa herismen boluş və köp sözleş. İnsanның təqdiri tili astıda saqlanğan. İnsan avladi cennetni yoki cehennemni tili bilen qo'lga keltirdi. Hürmetli qeyrindaşlar, bu qitimliq anglitishimiz müşakçı bo'lsin, kelar qitimliq programmamizda görüşeyli. Ramazan kunlaringlar xayrlik bo'lsin. Allohga omonat. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2026-yili Ramazonda tayyorlandi.